bolani tekshirganingizda tili o'ynab ketishi mumkin, gapirganda so'zlari chaynalib ketishi mumkin-ku. Biz artikulyatlarimizni chiniqtirib olishimiz uchun bu mashqlarni bajaramiz. Tilimizni, yuzimizning mushagini to'g'ri ishlashga yo'naltirish uchun qilinadigan mashqlar. Ustoz juda ham manfaatli, ko'p narsa oldik darsimizdan. Rahmat. Noldan boshlagan odam uchun ancha narsa oldik. Bolani gapirishga undab ketish kerak. Nutqimiz uchun ham javob beradigan zona bor. Ular tanlaydi, operatsiya o'tkazgan bolalar keladi. Unga xuddi shunaqa chapga. Bizning tilimizning tagida so'li bezi bor mana ikkita. Qo'limizni shundoq bint bilan mana til oxiridan ushlab olamiz. Bolani tekshirganingizda tili o'ynab ketishi mumkin, gapirganda so'zlari chaynalib ketishi mumkin-ku. Biz artikulyatlarimizni chiniqtirib olishimiz uchun bu mashqlarni bajaramiz. Tilimizning, yuzimizning mushagini to'g'ri ishlashga yo'naltirish uchun qilinadigan mashqlar. Ustoz juda ham manfaatli, ko'p narsa oldik darsimizdan. Rahmat. Noldan boshlagan odam uchun ancha narsa oldik. Bolani gapirishga undab ketish kerak. Nutqimiz uchun ham javob beradigan zona bor. Ular tanlaydi, operatsiya o'tkazgan bolalar keladi. Unga xuddi shunaqa chapga. Bizning tilimizning tagida so'li bezi bor mana ikkita. Qo'limizni shundoq bint bilan mana til oxiridan ushlab olamiz.